faqat quyoshda gaplashganimizga rozi bo'linglar. Chunki hozirgi suhbatimizda agar voqelikni eshitgandan keyin 1000 yil shu quyoshda tursam ham mayli deb olasiz. Xo'p, bu oxirgi suhbatimiz, ziyoratimiz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qara quyoshlarga kirganida payg'ambarlik kelgan. Buni tarixlardan yaxshi bilamiz. Xo'p, shu voqealikni biroz ko'rib o'tamiz. Payg'ambarlik qanday keldi? Nima bo'ldi? 40 yoshga kirgan Muhammad alayhisalom hurmat yuzasidan aytyapmiz, hali payg'ambarlik kelmagan. Makkadagi hayotni ko'rib turib, juda ham g'azablari keladi, achchiqlanardi-da. Hayot shunday bo'ladi. Buni boshqacha yo'li bo'lmaydimi? Qanday qilib odamlar bunday yashab o'tib keta olamiz? Bu boylar kambag'allarni ezayotgan, sudxo'rlar, bu yerda zino, bu yerda aroqxo'r, hamma xohlaganda o'sha odamlar maqtalardi o'sha. Faraz qiling, bitta haromxo'r maqtalib tursa qavmning ichida. Ey, falonchi o'g'ri, yaxshimisiz deb uni maqtab tursa. Hozir biz sharoitimiz qo'li keladimi shu? Bir odamdan chiqib, odam tanishib oldi, mana ajoyib odam, ko'rsanglar salomni kanda qilmanglar. O'ta zo'r qimorbozdan bu desangiz nima bo'ladi? To'g'ri kelmaydi biz sharoit. Shunaqa davr bo'lganda mahalda. Shularda davri bo'lgan. Shularda davri bo'lgan. Endi men aytib o'tdik-a, o'sha davrda qizlar tiriklay ko'milganda. Nimaga ko'milgan shu qizlar? Bir ota shu qizi katta bo'lsa, shuni birovga beradi, xudoga. Shu xudo kelgan uni "Ona qizini men olganman-da, u mendan pastda" deb haqorat qilishligidan qo'yib, shunaqa bo'lmayman, shuni men ko'tara olmayman deb qizlarini ulg'ayishligini xohlashmadi. Johiliyat ham shunchalik bo'ladimi? Lekin bu narsa esimga kelib tushuntirilib sal anaqaroqda videoga olayotganlar iltimos. O'zingizlar ko'rish uchun olinglar, biror tarqatmanglar. Ancha-muncha shu gapni orasida gap qo'shib yuboraman. Hozirgi kunda shunaqa odamlar bor. Kelinlarni odam o'rnida ko'radi. Haqirsan, kelinmisan, halasan deydi. Bor ota-enangga bu narsalarni olib kelsinmi dedi. Bir pishiriqlardan qilib kelsin, yeyli bu narsalarni. Kelin bo'lsa seni xonadonda bu narsa ko'rmadi. Kuyobalar turadi bu yerda. Ha, bizga nima bor ekan bu safar hayitga? Uyatmasdan kelini olib kelgan kravatlarda yotadi. Shuni olib kelgan narsalari bilan uyini bezaydi. Men shunaqa bolalarga estikira yigitlik deyman-da. Ha, yigit bo'lmay qol. Qodir bo'lsang uylanmaysan. Shu xotiningni olib kelgan narsasiga muhtojmisan? Hatto billalashuvning kuyobalar kiyintiramiz desa, oldiga tushib olib do'konda aylanayotgan gezelaylar bor. Ularni shuna deb atash kerak. O'zi bir narsa olib, shu oilani tebratib, jinday pul hashlaganda edi peshona teri qilib. Hadeb xotinini bor ket, sendan boshqasini olaman demasdi. Chunki hozir hamma shuna qizlar narsasi bilan kelaversa, yana uylansa shunaqa kelaverar ekanda, mazza-yu deydigan bo'lib qoldi. Opsin o'zi, uylansin. Oysha onamiz ham, Fatima onamiz ham bitta kichkina handachada bir qator kiyimi bilan kelgan. Rasululloh qizi ham. Biz kimmiz? Ha endi xo'p, kelgandan keyin ham kelinga hayot yaxshiga yo'lda. Hali qaynasi bu deb ko'radi, hali bu deb ko'radi, hali qayni singillar, qaynoqalar, yana kuyovlar kechqurunlari uni boshiga urib, sen nima, men uyimdagilar unda deb, unda deb. Nima qilsin bechora, 18 yoshar qiz, nimani biladi? O'zingizni qizingizdan boshqa yerga borsa shu holatda, shu uyga ko'nikib, shu yerda ota-onasini ota-ona deb xizmat qilish osonmi? Bir kun tasavvur qilmang, mana yigitlar, ko'rsizlarki, qaynatangiz bunday qarab, dadajon deb olmaysiz, dadadir. Hayo qilasiz, uyatasizlar. O'rtoqlaringizda qaynatam yo amakim deb gapirasiz-da, dadajonim degan. Ha, nima bo'ldi senga deb masxara qilib qo'yadi-da. U bechora qizcha dadajon, onajon nima xizmat qilay, kiyimlarni yuvsa, ovqatini qilsa, boshqa qilsa, yana kamchilik, yana kamchilik. Bir marta olib qolsa, boringizga borib davolanib keling deyotgan ota-onalar Allohdan qo'rqsin. Sog'lig'i kerak, kasallik kerak emas. Shunaqa ashi davrlarda shunaqalar bo'lganida qizlarni o'ldirib yuborishganda, qizlar tiriklari shuning uchun ko'mar. Biz ko'mmayapmiz-ku, nima battar bo'lyapmiz. Qo'y bolam,
ovozini o'chib, "Ma, qaynaydi, yesin, ashi to'ysin." Vaholanki o'sha kuyov bola, o'sha kelinda sabab tug'ilgan bolalar, o'sha ota-onalarning farzandlari yo'q, jigarlari yo'q, ashularga opa-opa, ashularga katta buva yo'q. Boshini silab yashash kerak. Shunaqa holatlarni ko'rgan payg'ambar alayhissalom uyida tura olmay qoldi-da. Uyidan shunday bir kichkina narsani olardi-da, bir g'orda ichiga kirib ketardi. Shu yerda o'tirardi, tafakkur qilardi. Nima qilsa odamlar o'g'iladi. Shunaqa kunlarning bittasida bir narsa keldi orqasidan qisdi. Iqro dedi, o'qidi. Payg'ambarimiz qo'rqib ketdi. Bu shunaqa bir joy emas ediki, odamlar doim o'tib bir hazillashib o'tadigan. Yo bir Makkada bunaqa polvon yo'q ediki, payg'ambarimiz qisib qovurg'alar bir-biriga ketadi. Bunaqa polvon yo'q edi. O'ylanib qoldilar. Kim bu? Yana bir qisdi. Iqro o'qidi. Men o'qishni bilmayman. Uchinchisida Iqro ismi robbikallazi xalaqal insona min alaq. Iqro surasini bilamiz, avvalgi 5 oyatini o'qidi. Alloh taolo seni bir lahta qondan yaratdi. Seni o'sha bir parcha go'shtni odam qildi. Odamlarning ichiga qo'shdi, o'zini tanitdi. Endi seni ham o'sha bandalar qatoridansan. Kimligini o'rgatib qo'ydi-da. O'rnidan turib narsalarni olarkan, uyiga shoshilib yugurib ketdi. Qo'rqib ketdi. Bordi, Hadicha onamiz kutib oldilar. Sizga nima bo'ldi ya Rasululloh? Ranglaringiz oqarib ketdi. Meni o'rab qo'yinglar. Meni o'rab qo'yinglar, men qo'rqib ketdim. Nima bo'ldi? Qanday bo'ldi? Mana so'zlar aytdi. Aytganda Hadicha onamiz ham juda zakiy ayol bo'lganlar-da, tijoratchi ayol bo'lgan. Birdaniga aytdi, "Ya Rasululloh" dedi. Rasululloh demayapti biz. Hurmat yuzasidan aytyapmiz. Eliga murojaat qilib aytyaptiki, "Siz yaxshi odamsiz. Sizga bunaqa yomonlik bo'lmaydi. Chunki yetimlar boshini silaysiz. Beva bechoralarga yordam berasiz. Doim yaxshilik qilasiz." Yuring dedi, bir amakim bor. Varaqa ibn Nafar degan bir amakisi bor. Nasroniylik dinida juda cho'qqiga chiqqan odam. Ilm kuchligida, faqat nasroniy. Shu amakim yaqin kunlarda aytib yurdi. Bir yaqin kunda bir payg'ambar keladi. Odamlarni yaxshilikka chaqiradi, dedi. Shuni bir yoniga bir maslahat qilaylik dedi. Borishdi. Varaqa ibn Nafar 90 dan oshgan odam edi. "Keling, jiyanim", Hadicha onamiz kutib oldi. "Keling, jiyanim kuyovi, xush kelibsiz." Lekin manaqa bo'lgan ishlar aytdi. Aytdi subhanalloh. O'ylanib turibdi, bizning kitoblarda dedi. Shunaqa payg'ambar yaqinda keladigan gap bor, lekin arablardan chiqishiga biz biroz ishonmayroq turdik. Agar sizga yana bir shu kelsa so'z degani o'sha Jabroilda aytyapti, o'sha qisganda aytyapti. Shu yana bir kelsa sizga payg'ambarlik olib kelayotganda. Endi sizga payg'ambarlik kelib qolsa, biz shubha yo'q, siz bunga loyiqsiz. Chunki Makkadagi eng yaxshi odamsiz. Bugun sizda yaxshi odam yo'q Makkada. Sizni orqangizdan qancha odamlar yaxshilik ko'rgan. Siz bunga munosibsiz. Lekin bitta narsani bilib oling. Sizni atrofingizda turgan bugun qarindosh urug'laringizdan, yaqin do'stlaringizdan ba'zilari sizga dushman bo'ladi va sizni yashab turgan Makka shahridan sizni haydab chiqarishadi. Qaniydi o'sha kunlarda umrim yetsa, men siz yoningizda hamroh bo'lardim. Afsuski yoshimda joyga yetdim. Orada 2-3 kun o'tdi. Yana bir oyat nozil bo'ldi. Ya ayyuhal muzammil. Ey ko'rpaga o'rganib yotgan zot. Ko'rding. Endi odamlarni la ilaha illallohga chaqir. Alloh yagona de, meni tanit, sen payg'ambarlardan bo'lding. Subhanalloh. O'sha kundan boshlab Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga biror kun xotirjamlik kuni bo'lmadi. Mehnat qildilar. Odamlarda shu Xudoni tanish uchun harakat qildilar. Odamlar aytadi, "Biz o'zimiz Xudomiz bormi? Yog'ochdan bo'lgan, toshdan bo'lgan xudolarimiz bor. Ota bularimiz shunga sig'ingan. Sen ko'rinmaydigan xudoingga biz qanaqa ibodat qilamiz?" Va bu xudolaringlar kechqurun yiqilib tushsa o'zini o'rniga turgiza olmaydi. Yomg'ir yog'sa yomg'irdan o'zini olib qocha olmaydi degan xudolarni nimasiga ibodat qilasizlar? Qo'shu bu. O'zini himoya qila olmayapti bu. Robbul alamin bor, Alloh bor, shunga ibodat qilinglar. Alloh qalbini ochganlar sahobaga aylandi. Qolganlar esa eng yaqin amakilar ham islom kelmaganlar. Endi shu voqealarning hammasi o'sha biz aytgan Jabroil farishta tushgan, shu qisgan, Iqro deb aytgan shular hammasi mana shu tog'ning ustida. Chap tomonimizdagi tog', bu tog' Nur tog', Jabal Nur degan. Ustida bir g'or bor, Hiro degan g'or bor. Shu Hiro g'orida o'tirganligida shu voqea bo'ldi. Haramda ancha uzoqda. Makkadan chiqib
hech kim yo'q yerga kelib olib, Allohga nola qiladi-da. Qayerdadir shunaqa kuch bor, shu olamlarni yaratgan bir quvvat bor. U nima ekan deb degan mashhurlarga Alloh taolo o'zi. Farishtasi tushib